qarshi chiqib qo'yasizlar ustozlarimizga. Yaxshilab maqtamadingiz, Ulug'bek akamizni. Bu eng qadrli do'stim. Endi uzr so'rayman. Bu do'stimiz ko'rgan insonni farzandi. Pul ham ko'rgan, davra ham ko'rgan, yupat ham ko'rgan. San'at qadriga, san'at chiroyli, ovoz shirin. Uzr so'raymiz, endi uzoqqa kelganlardan. Murodjon qo'shim do'stimsiz. Rustamboy. Bu yerdan chiqmaydi. Eski holatda bu yana boshlanadi. O'shinchi bilan qadrdonlar ukalar. Bugun mazza bo'lyapti. Eng avvalo do'stlar esa otamni ruhini shod qilish uchun xonalar bu uy 150 ming dollar turadi. Pul yetganlar kelsa 150 ming dollar. Ana mana shu tomlar ochiq, eng mazza joy. Havoga ketadi. Ularga bitta shirin eshitamiz ta'minlab. Rahmat. Rustamjon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun shu fayzli xonadonga hammalar xush kelibsizlar. Do'stimiz Bahodirjonning farzandini Alloh taolo baxtini bersin. Islomiy oilalardan qilsin. O'tganlarni oxiratlarini obod qilsin. Tanijoni sog' bo'lsin do'stim. Yaxshi kunlarda shunaqangi yaxshi insonlar yoningizda bo'lsin. Bugun baza qilyapmiz. Nihoyatda bir mana fayz, boshqacha bir o'zi fayzli insonsiz do'stim. Rahmat. Men ustoz Sherab Jo'rayevning Bahor ayyomi qo'shig'ini, ustozning qo'shiqlarini men o'zi avlodidan so'radim. Ruxsat berishdi. Siz aytavering. Chunki Sherab Jo'rayevning jiyani Muhammad Jo'rayev siz aytib yuravering do'stim dedi. Men ustozning qo'shiqlarini aytib beraman. Bahor ayyomi orqasidan kuyga. Ya. Ülkemiz O'zbekiston, O'rta Osiyoda eng bitta zo'ri muhitini Ahmad Usmonov. Alloh rozi bo'lsin.